Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Yana bir qatim yuz ko'rishdik. Buningga nasib qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Bugungi tema Amerika-Xitoy munosabatlariga aloqador savollarga javob. Oldi bilan savol so'rovchi yigitga rahmat aytaman. Chunki mening kutayotganlarimdan biri dal shunday savollar edi. Ya'ni bir o'qigan odamdek savol. Bundan boshqa so'rash tegishli mazmun va kategoriyalar xili bor. Yalnız mushkilibdik savol so'ranadiganlik emas. Qarindoshlarning dadil so'rashini kutaman. Aslida sharoitim bo'lgan bo'lsa bu savollarga dunyo xaritasini ko'z tutib turib javob bersam ham yaxshi edi. Ammo hozir xaritani chiqarsam men yo'q. Men so'zlasam xarita yo'q bo'ldi ekan, shuni kechiringlar. Bugun yana bir usulni sınıf yapıvatımen, bulanda ummandarlar buldu. Resmi temini başlaştım burun üstünlerden şikayetim var qarindoshlar. Menimcha bununla haqqım var. Ne Uyg'urga faydası yok, ne Xitoyga ziyni yok ishlarga xil qizg'in ovoz qo'shib, birlarini ish qilayotganning sharaf tojiga nail qilishga nurg'un odam bor ekan-u. Ama milletning mavjudligiga bevosita foydasi bo'lgan takliflarga ovoz qo'shilgan odam topqilib olmaydi ekan. Bu qanday gap? Bu da'voga loyiq salohiyat qozonmaganligimiz, hozirlanmaganligimiz, haqiqiy turda ismimi, jismimi loyiq hozirgi zamon millati bo'lib shakllanolmaganligimizning belgisimi, mahsulimi. Qarindoshlar, Tumuçuq deydigan bir qush var. Vatanimizninki tağ deştlerinde. Buna chiroyli sayraydigan qush. Shunlashqa uni qapqon qurib tutib, qafaslarni boqadigan ish bor. Qushxumarlar. Va uning sayrishini anglab peshayvonning qo'zg'iga esib qo'yib qafasni anglab huzurlanadigan ish bor. Ve kuş sayrab to'xtagan vaqtida, erib to'xtagan vaqtida. Uf. Ajab baland sayridi. Deb maqtab qo'yib, ening oyog'i o'zining ishini qiladigan ish bor. Uning sayrishini hammadan yoqtirib qoladi. Shunda yaxshi sayraydi. Ammo sayraydi, uni anglab qo'yimiz bo'ldi. Anglasaqlam bo'ldi. Başka şey yok. Anlap bulup yani özümüzden aşağı düşüşümüz. Bugün goya meseleye tumuçuq olap kaldı. Yaxşı bahalar, yaxtırışlar, mədihiylər. Xuddi şu tumuçuqның maqtışını, sayrışını maqtagandekla. Maqtaplı qoysan da bulamdı bu iş. Meseleye əməli icra qıyğılı oladigan, biz qılalaydigan, yani qılanmaydigan o fantaziyalar, utopiyalar emas, qılalaydigan ishlardan bir muncha taklif berdim qarindoshlar. Masalan, Google haqidagi takliflar. Esingizda bo'lsa kerak. Google Translate'ga, yani Google tarjimoniga Uyg'urcha kirgizishning yo'lini topaylik. Ve bunun için aldı bilen biz bunu Word nüsküsü halıtıda hazırlaşımız lazım bir sözlük. Bunun avaz başka adam yok. İki ayaldım başka. Bir adam bir harfini füttüyse ya iki adam bir harfini füttüyse yıkayardıkiler. Bir ay kalmayı tükeydiler iş bu qarindoshlar. Bunun isimli qilishcha Google'da işleydigan bir Uyghur kız balık to'g'risida bir gap o'tirg'i chiqqan bu Facebook'ta. Aytavur, inimiz erkin sıdık bir
masala to'g'riliq yordam so'ragan bu qiz shirkat boshliqlari bilan so'zlashadigan Google'ning ma'lum mahsulotiga uyg'urcha kirgizadigan to'g'riliqmi aytavr shunga o'xshab ketadigan. Demak, ajna bir qiz bormish va buni so'zlash lozim. Agar mening gapimni u bevosita anglamagan bo'lsa, anglaganlar uni taniydigan, shu qizni taniydiganlar anglasin bunda bir ishni qanday qilamiz? Sen so'zlash biz bakag'i ishlayli. Sözlükni biz hazırlap birledi. Onunla sada yok. Sahtı ve temperverlik. Yani eğiz ve temperverlik. Sahtı milletçilik. Yaki eğiz milletçilik. Hatta sahtı Müslümanlık. Ameliyatda biz nime itiqat qılıvatqanlığımızını mı anqıranmaqlık. Bu haqda ayrim temada so'zlayman. Yeter. Shikoyatim shunchalik. Yani o'yinni shunlarga, insabonlarga qo'ydim. Asl temaga kelay. Endi savolning o'zi shu. Birinchi, ilgari Sovetlarga va keyin Rossiya Federatsiyasiga qarshi Xitoyni kuchlantirgan ve güçlendiriyotgan Amerika Xitoyni qaysi nuqtaga qadar güçlendirdi. Hatta Amerikadan iqtisod jihatdan eshib ketgich güçlendiramdi. Xitoy iqtisodi 2020-yilda Amerika iqtisodiga tanglashadiganligi va undan keyin eshib ketadiganligi mo'ljallanmoqda. Ikkinchi savol. Obama hükümeti başlagan ve Trump hükümeti davamlaştırıyotgan Asiyaga merkezleşiş siyaseti boyunca Amerika deniz armiya gücünün 60%'ning Asiya Tinch-okean rayoniga Aral zanjiri strategiyasini kuchlantirish uchun avatishini qanday tushundirsiz? Üçüncü savol. Bir belvaq bir yo'l strategiyasi Xitoyning O'rta Osiyoga kengish strategiyasimi? Yoki Xitoyning Amerika Aral zanjiri strategiyasi bo'yicha Malaka bo'g'ziga joylashtirgan 7-chi flotining bo'g'ozni taqib olishi Jungo iqtisodini butunlay vayron qilish kuchiga ega bo'lganligi uchun bu zanjir muhosirasidan qochish beplanimi? Bu plan hem Rossiyani hem Amerikani iqtisodiy chambarligining sirtida qoldirdiganligi uchun her ikkili davlatning buningga qarshi chiqishi mumkinmi? Bu noktada qarashingizni bilgin ba. Allah rahmet qilsin bu qarindishimizga. Endi mening javobim. Aldı bilan davlatlar munosabati yoki do'stligi, hamkorligi her qachon vaqtlik va her qachon bir ehtiyot chorasi ustiga qurilgan bo'ladi. Ehtiyot chorasi ustiga. Bu xuddi Uyg'ur tamsillarida aytilgan tungan bilan do'st bo'lsang, aypaltan yeningda bo'lsin degan shaklda bo'ladi. Davlatlarning munosabati. U holda Amerikaning Xitoyni kuchaytirishi, buni kuchaytirishmi demayli, iqtisodiy hamkorlikqa deydi. Bu iqtisodiy hamkorligimiz mangulik emas. Shundaqla ta mushkunkichimi izchil davom qilayotgan mablag' eqishimi mavzu bahis emas. Bu iqtisodiy hamkorlik 80-yillarning 5'ida boshlangan echivitish Xitoy siyosadagi echivitish va 1986 yoki 87-yillarda e'lon qilingan Korxona qonuni bilan kapolatga qilingan yangi iqtisodiy siyosat muhitida avjiga chiqqan mablag' selish to'lqini bilan belgilandi. G'arbning davlat alqagan büyük şirketlerining Xitoyda sho'ba korxona ichishi mana shu vaqtda avjiga chiqqan. Mush qisqa vaqt ichidagi mablag' eqishi va qurilgan zavod korxonalar Xitoyning bugünkidek jonlanishiga asos soldi. Keyin Xitoylar taqlidchilik, ko'chirmachilik yoki patent o'g'irligi qatorliq Xitoyga xos bo'lgan yo'llar bilan iqtisodiy kuchlanish manzarasini barliqqa keltirdi.
G'arb mablag'i davomli eqilayotgani yo'q. Shu qisqa muddatli qizg'inlikning mahsuli bo'lgan mablag' selishning mevasini teryotadi bugun. Ba'zi ma'lumotlardan qaraganda, ba'zi davlat alqagan shirkatlarning Xitoy bozoridan chekinishga boshlaganligi ma'lum. Siyosiy va strategiya nuqtasidan Xitoy Amerika Xitoyning cheklimsiz kuchayishiga yo'l qo'yishi mumkin emas. Aldi bilan cheklash tadbirlarini o'ylashmay turib, bundak hamkorlikmi boshlanmaydi. Davlatlarning hamkorligi, do'stligida agar to'g'onni buzib qochadigan ish bo'lib qolsa, qanday bo'ladi deganni oldin o'ylab, uningga bir chora tif qo'yiladi. Tayyor chora bor. U çağrını tapmay turib bu iş başlanmaydı. Yuqori dedim-ku. Aypaltın tayyor qilib qo'ydigan gap boshda. Do'stlikning boshlanishida burun. Endi masalaga Xitoy nuqtasidan qaralsa, G'arbning yordamisizmi, endi Xitoylar o'zi xili ishlarga yetishib ketadigandak, endi G'arbga ehtiyoji yo'qdek tuyulsimi, ammo texin nurg'un ilm turlarida Xitoylar yanla G'arbdan keyin turdi. Elimi G'arbning mizollari o'lcham bo'lishini davom qilyotdi va davom qiladi. Yana bir tarafdan Xitoylarning inson saposi nuqtasidanmi G'arb bilan raqib bo'lgudek ahvolga kelgani yo'q. İnson saposi deyilganda har 1000 odamga to'g'ri keladigan mutaxassis yoki oliy maktab tugagan degan tartib bo'yicha chiqqan vaqtida Xitoyning inson saposi yanada tuban. Deylikki, armiyada her bir polkda kompüter bilan boshqariladigan qurollarni ishlatishni biladigan qancha askar bor degan nuqtadan selishtirilsa-mu, Xitoyning inson saposi yanada tuban. Bundan boshqa ichki tinchsizlikmi Xitoyni holsizlantiradigan omillardan biri. Chunki diktator sistemidagi davlatlarda tashqi dushmandan emas, ichki dushmandan texinbek qo'rqiladigan bo'lg'achqa, ichki qismni tinchlantirish uchun nurg'un iqtisodiy kuch ajratishga majbur. Shunga G'arbning nazarida yana Rossiyaning raqibligi oldin o'ylashiladi. Va bu odat yana xil zamonlargacha davom qilishi mumkin. Xitoyning iqtisodidagi eshish o'zida birmuncha ziddiyatlarni birga elib eshayotgan ish bo'lib, Amerikaning iqtisodiy chekinishi bilan ro'baro qilishga bo'lmaydigan taraflari bor. Xitoylar xalqni tamoman och qo'yish hisobiga davlat g'azinasini to'ldirib oladi. Mustabid sistemning bir alohidligi bu. Davlat kuchli bo'laverdi degan gap. Harbiy hazırlıkka nəhayət köp pul ajrata alaydı. Davlat xəzinəsi pul olğandı ekan. Xalqның aç qalıb qirilib ketishi bilan kar olmaydı mustabidlar. Bu mustabidlikning muhim alohidliklaridan biri. Bu bo'lsa, hokimiyatga qarshi dushman ko'paytirishni birga vujudga keltiradi degan so'z. Ichki jihat tezsizlik va ichki dushmanning ko'payishi hokimiyatni ojizlatadigan muhim omil. Xitoylarning dunyo yuzida cheklimsiz ilgirlaydigan imkonlari dal Amerikaning orollar zanjiri strategiyasi bilanla zo'r cheklimga uchraydi. Ya'ni Xitoylarning Paris qo'ltig'i atroflarida bir asosiy o'yinchi bo'lish urinishlari sug'urchilashadi. Xitoymi bo'lishi ehtimoli bo'lgan qamallarni oldin mo'ljallamay qolmaydi. Chunki Osiyo Tinch okean rayoni Ikkinchi dunyo urushidan keyin izchil holda Amerikaning nufuz rayoni bo'lib kelmoqda. Shunga bu rayonda Amerikaning uchoq kemalari har zaman mavjud. Bir cheklash amaliydi. Shunga bu cheklamalarga bir tanlash, ya'ni alternativ sifatida Xitoylar Karachida bir dengiz armiya bazasi qurish va bu bazani vatanimiz orqali bir temir yo'l bilan tutashtirish planini mumkin tartibga tutib kelmoqda edi.
Amerika'nın arallar zinciri. Bu Indoneziya aralları asaslıqı Sumatra, Yava, Bali, Sumbawa, Flores, Timur'a kadar xaritə qarasanlar G'arbdan sharqqa ketgan tabiiy bir zanjirni ko'rasizlar. Yana buningdan boshqa Sumatradan keyin Indoneziya va Malayziya va Borneo'ning zemini joylashgan Aral orqali Filippin tarafga qaygan yerim taq şekillik yana bir zincirni ko'rasizlar. Bu yerda tabiiy bir zincir var. Stratejisi yani Arallar zinciri stratejisi Xitoylarning Afrikadagi ilgirlashlarini asosan yo'qqa chiqardi. Xabarlar keyingi zamonlarda Xitoylar Afrikada haddidan oshishga boshlagan. Hali ko'p davlatlarda kan ichish va baza qurish qatorliq. Va bu boshlanish edi. Keyin u Xitoylar bu yerda qanday qarniyatlarni ko'ngliga tikib kelgan Alloh biladi. Bu Xitoyning Afrikadagi ilgirlashlarini asosan yo'qqa chiqardi. Buningdan boshqa Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarida hozir bosh ko'targan Xitoy dushmanligimi, Xitoylarning bu yerdagi arallar orasidan o'tishlarida yana bir cheklovchi omil bo'lib qolyapti. Buning bilan Xitoylar uchun birlik kengayish bo'shliqi yoki harakat bo'shliqi O'rta Osiyo, Afg'oniston, Irondan iborat bo'lib qoladi. Bulardan shuni ko'rib yetalamizki, Xitoylarning g'arb qarshisida har zaman Ironga tarafdorlik maydoni ifodalashlarining sababi Afg'onistonga issiq ko'rinish urinishlari mana shuningdir. Sharq va Sharqiy Janub tarafdagi Amerika iskanjasidan qutulish uchun yuchuq izlash urinishi bu. Go'yo bu sen meni Malakkada cheklasang, men quruqliqdimmi nishonga ulasha olayman demek uchun. Bundan başka bir belbağ, bir yol yoki yangi Yipek yo'li qurilish planimi dengiz yo'lida uchraydigan bu cheklamani ma'lum jihatda bir oz bo'lsa-mu emlash rol o'ynaydi. Xitoyning qarashi bu. U yoqda tortgan ziyonni bu yoqda to'ldirish. Menimcha, temir yo'l to'shimchiligi faqat barliq quruqlik vositalardan ustun bo'lsa-mu, ammo hech qachon dengiz transportining o'rnini basolmaydi. Bu nuqtadan aytganda Xitoylarning kuchayishi zo'r cheklamaga uchrash bilan Amerikaga raqib bo'lg'idek kuch qozonishiga imkon bermaydi. Bularning hammasidan shuni ko'ra olamizki, Amerikaning Xitoylarni jiddiy turda raqib hisoblamasligining asosi bor. Yangi Yipek yo'li qurilishi dengiz transportining o'rnini basolmasa-mu, lekin yanada Xitoyga nafas olg'idek imkon berib qolmay, dunyo shaxmatidagi cho'ng o'yinchilardan biri bo'lib salohiyatini davomli saqlab qolishiga imkon beradi. Rossiya bilan Amerika bu qurilishga hozirgacha salqin qarayotdi. Hatto Xitoyning bu ishning oxiri bo'lisholmay holidan ketishi mumkinligini faraz qilyapti. Ya'ni bir umid var emas. Agar buni Amerikaning tut manfaatlariga xilof deb tunisa va bu qurilishning oxirgi manziliga ulasha oladiganligiga jazm qila olsa, albatta qarshi tadbirlarni olishi mumkin. Agar ziyni yo'q deb qaralsa yoki ziyon oz bo'lsa, bu sabab bilan Xitoyni dushman qilib oladigan tavakkulchilikni hargiz qilmaydi. Ya'ni Xitoylarning dengizlarda ilgirlishi Amerika manfaatlari uchun texnik ziyonli bo'lg'achqa Amerika Xitoyning ichki Osiyo quruqliqdagi ilgirlashlariga g'arazlik yo'l qo'yib, Xitoyning cho'ng davlatlik xirsi, ya'ni nochilik tamoyi, mo'yim o'yinchi bo'lish havisi uchun yamchiq qilishi. Bu orqali uning g'ururini payqalishi mumkin. Bu holda boshqa choralarga bosh urish ehtimolini yo'q chiqarib olmaydi. Ya'ni Amerika aşkarı bir to'sqinlikni vujudga chiqaramasa-mu yoki buning dushmanlik sabab bo'lishini nazarda tutib, bunday qilmasa-mu,
boshqa choralarga başvuruş ihtimalligi bor. Ya'ni g'ayri qonuniy yo'llar. G'ayri qonuniy yo'llar deganimizda terror voqealari, buzg'unchilik harakatlari, kimligi noma'lum, tarafi noma'lum birlar tarafidan pichoq oriyat elib odam o'ldirish tipidagi cheklashlar bo'lishi mumkin. Rossiya kelsa, Rossiya kriz ichida, Amerika bilan tirkish vaziyatida yoki shundaqdek bir ko'rinish bor. Bu holda ikki cho'ng kuchga bir vaqtda raqib bo'lish Rossiyaning ishiga yaramaydi. Şuna Rossiyaning jiddiy ma'noda bu qurilishga to'sqinlik qilish ehtimoli hozircha yo'q. Dal aksicha buningdan o'ziga oz to'lib pay chiqarish choralari ustida izlanishi mumkin. Endi Amerikaning Osiyoga yuzlanish strategiyasi taqozosi dengiz kuchining yarmidan ko'pini Osiyo Tinch okean rayoniga avatishi faqat Xitoyni cheklash uchun emas. Chunki bu yerda uningdan boshqa yana nurg'un omillar bor. Yaponiyaning davomli Amerika bo'yinturqida qilishi, Rossiyaning sharqdagi ta'sirlarini cheklash, Xitoy omili, Tayvan omili, Filippinlar va Amerika homiyligidagi ba'zi kichik orol davlatlari. Sharqiy Janubiy Osiyodagi orollar va orol davlatlarini o'zining hamroh sifatida tutib turishning ehtiyojlaridan bu zaruriyat tug'ilgan deb qarayman. Endi cho'ng davlatlarning ma'lum bir nuqtaga simvollik askar turg'izishi bilan ko'p sonliq quvvat ivatishi orasida siyosiy ma'noda bir farq yo'q. Ya'ni bir yerda 10 askar turg'izib qo'yishi bilan butun bir armiyani evatishining orasida siyosiy ma'noda farq yo'q. Chunki u 10 askarmi bir cho'ng davlatning vakili. Bu 10 askarni yo'qotishni tutadigan ish emas. Uningga qaratib o'q etish u cho'ng davlatga urush e'lon qilgan bilan barobar. Bu faqat jiddiy va real urush vaziyatida farqli. Ama siyosiy ma'noda farqi yo'q. Chunki simvollik shaklda turg'izilgan osondek askarmi bir qudratli davlatning bir qism kuchi, davlatning simvoli bo'lish bilan yana cheklash rol o'ynaydi. Gap mushu osondagi bir bo'lik askarni yo'qotib tutadigan ish bo'lsa, unda qiyqili bo'lmaydi tabiiyki. Birinchi qadamdalar butun suruk ve armiyani yaratishga to'g'ri keladi. Bu ma'noda aytganda Xitoylar Sharqiy Janubiy Osiyo Tinch okean rayonlarida o'zixon, o'zibek harakat qilish iqtidoriga azaldan ega emas. Endi temining bir az sirtida bo'lsa-mu shuni deb o'tmakning foydasi bor. Hech bo'lmasa ziyni yo'qki, Xitoyning ichki Osiyo cho'nquruqligiga qapsilib qilishi, dengiz olqigan harakat imkonlarining bo'lmasligi yana ba'zi yangi ahvollarni tug'dirishi mumkin. Xitoyning tug'ma kengayimchilik tabiati va buni moddiy imkonlarga ega qilayotgan bugungi iqtisodiy kuchi uningga asabiy xirislarni ato qilishi mumkin. Men bir noch tursam, mening qo'limda bunda iqtisod tursa deydigan bir o'z-o'ziga bo'lgan tamanno tufaylidan asabiy xirs ato qilishi mumkin. Buning bilan u talash tortishdagi Janubiy dengiz orollarida maqqa usilish oqibatiga qoladi. Osiyo cho'nquruqligida ishtahasi yo'g'inaydi, harbiy baza talab qilishdan zimin talablariga taraqqiy qiladi. Amaliyotda Tojikiston va Qirg'izistondan Sovet ittifoqidan qolgan talash tortishlik tuproqlarni ep bo'ldi Xitoy. Yeni İpek yolu qurilishining oqibati yeni masalalarni tug'dirishga boshlaganda Rossiyaning tutumi jiddiy o'zgarib, dushmanlik hal etishi mumkin.
Bu hal bizge bir ümit nuru bulup kaladigan vaziyetge ilip beriş çok. Bu haqda burunqi mulohizlarda deb o'tgan edim. Amerikaning bizni ko'zir qilib Xitoyga selishi qaraganda, yanada Ruslarning bizni ko'zir qilib ishlatish ehtimolligi zo'r. Bu savolga mening javoblarim, bu javobga qarindoshimiz qoyil bo'lamdi, boshqa qarindoshlarimiz qoyil bo'lamdi bilmayman. Qoyil bo'lmasanglar, so'zlarimda ko'rilgan masalalarni jiddiylik bilan bir astoydil pozitsiya bilan izlanib, bunun qarşı qo'ydigan sapsatalarini qo'ysanglar bo'ladi. Onunda biz davamlıq bas münazir qilamiz ve bunun bilan zihnimiz açıladi. Xalqaro shaxmatdagi o'yinlarni biraz tushunadigan bo'lamiz. Allah hammanglarni salomat qilsin. Allohga emanet.